Qizlar, sizlarga yuz massaji to'g'risida tushuncha va yuz mashqlari to'g'risida tushuncha bermoqchiman. Yuz massaj bajarishdan oldin eng asosiysi yuzga krem yoki yog' suriladi va qo'llarimiz yoki massaj uchun maxsus jismlar yordamida massaj qilinadi. Yuz massaj yuzingizdagi qotib qolgan mushaklarni massaj yordamida yumshatib, ajinlarni ketkizsa bo'ladi. Yuz mashqi uchun esa krem kerak emas. Faqat yuz muskullarini harakatga keltirish bilan bajariladi. Ya'ni bo'shashib qolgan muskullarni tonusga olib kelib, yuzingizni tortib qo'yadi. Men sahifamda yuz massajini va yuz mashqlarini birgalikda olib boraman. Chunki ba'zi mushaklarimiz bo'shashgan holda bo'lgani uchun ularni mashq yordamida tortish kerak, tonusga keltirish kerak. Siqilib qotib qolgan mushaklarni esa massaj yordamida bo'shatish kerak bo'ladi. Har doim go'zal va sog'lom qoling.